Kasalxonaga olib kelinayotgan 3-5 yoshli bolalarning asosiy qismi chupa-chups, kreshki va marmeladlarga ruju qo'ygan bo'lib chiqmoqda. Toza ximikal. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana ko'rishlaring mumkin mana. Shifokorlar xavotirda. Hozirgi kunda bolalar orasida sahr kasalligi ko'paymoqda. 3-4-5 yoshli bolalarda ekzema, psoriaz kuzatilmoqda. Bularning paydo bo'lishiga sabab haddan tashqari ko'p kimyoviy moddalar qo'shilgan mahsulotlardir degan shifokor. Друзья, больше не покупайте вот эти конфеты. Смотрите, в составе написано краситель Е120 кармин. Краситель кармин является харамной добавкой. Pepsi marketdan bo'lichka sotib olgan ekan, ichidan mana shunaqa g'ij gijja chiqdi mana. Beautiful, elegant, intelligent, capable. Kasalxonaga olib kelinayotgan 3-5 yoshli bolalarning asosiy qismi chupa-chups, kreshki va marmeladlarga ruju qo'ygan bo'lib chiqmoqda. Toza ximikal. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana ko'rishlaring mumkin mana. Shifokorlar xavotirda. Hozirgi kunda bolalar orasida sahr kasalligi ko'paymoqda. 3-4-5 yoshli bolalarda ekzema, psoriaz kuzatilmoqda. Bularning paydo bo'lishiga sabab haddan tashqari ko'p kimyoviy moddalar qo'shilgan mahsulotlardir degan shifokor. Друзья, больше не покупайте вот эти конфеты. Смотрите, в составе написано краситель Е120 кармин. Краситель кармин является харамной добавкой. Pepsi marketdan bo'lichka sotib olgan ekan, ichidan mana shunaqa g'ij gijja chiqdi mana. Beautiful, elegant, intelligent, capable.